To'satdan bir fikr keldi. Sizga savol. Odamlar bilan muloqot qilganingizda tabassum qilib gaplashasizmi yoki xo'mrayib gaplashasizmi? Hech e'tibor berganmisiz? Izohlarda qoldiramiz. Ana endi faktlar. Inson tabassum qilib gaplashganda 40 ta mushak ishlaydi. Xo'mrayib gaplashganda 72 ta ko'p mushaklar ishlaydi va charchaydi. Yana bitta fakt, tabassum qilgan inson nafaqat o'zini kayfiyatini, uning atrofidagi insonlarning kayfiyatini ham ko'taradi. Bilib, bilmasdan xo'mrayib gaplashgan inson o'zini ham, atrofdagilarni ham kayfiyatini tushiradi. Bugundan boshlab bir marafon e'lon qildim o'zimga, sizlar bilan birga shuni birga olib bormoqchiman. Bir kunda xohlasak ham, xohlamasak ham 40 ta odamga tabassum qilib gaplashamiz va 40 kun amalga oshiramiz. Keyin gaplashamiz. Qanday o'zgarishlar bo'ladi? Iltimos, izohlarda tabassum qiladigan insonlarni like bilan, tabassum qilmaydigan inson do'stlarimizni dislike bilan belgilaymiz, chunki ularni ham tabassumga tortamiz. Ketdik, marafon boshlandi.